Bir ajoyib savol beraymi matematikadan? Ko'pchilik bilsa ham kerak-ku, bilmaganlarga yangilik. Qarang. 1dan 100 gacha bo'lgan sonning yig'indisi necha? Matematika tarixida matematika shahzodasi nomini olgan Karl Friedrich Gauss degan odam bo'lgan. Nemis matematik. Karl Friedrich Gauss. 7 yoshida o'qituvchisi shu sonlarni qo'shib turinglar deganda 1 daqiqada topgan. 1 daqiqaga bormasdan topgan sonni. Nima deysizlar? Uslubni qarang, ajoyibligini. 1dan 100 gacha bo'lgan sonlarni qanaqa qo'shgan, qarang. 1 bilan 100 ni qo'shsangiz necha bo'ladi? 101. 2 bilan 99 ni qo'shsangiz necha bo'ladi? 101. 3 bilan 97 ni qo'shsangiz necha bo'ladi? 101. 4 bilan 3 bilan 98, 4 bilan 97. Hammasini qo'shib borsangiz, hammasi 101 chiqaveradi. Demak, 101lar nechida to'xtaydi? 50 da to'xtaydi. 50 da 101 degan. 50 da 101 ni ko'paytirsangiz, 50 ga 101 ni 5050 bo'ladi. Gauss usuli, Gauss qo'shish usuli deyiladi bu matematikada. Bolalarga mantiqiy fikrlashni o'rgatishimiz kerak. Qarang, 7 yoshli Gauss, boshqa formulalar, Gauss formulasi degan narsalarni ham kashf qilgan. Matematika shahzodasi deyiladi buni. Bolalarimizni shunaqangi mantiqiy hisob-kitobga yo'naltirishimiz kerak.